Kambag'allik turli xil shakllarda namoyon bo'ladi. Kitob o'qishdan voz kechish esa bu shakllarning barchasini keltirib chiqaradi. Bugungi kunda insonlar ikkiga bo'lingan. Ularning bir qismi kitob o'qishni va o'zini o'zi rivojlantirishning boshqa turli shaklarini qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchi qismi esa bu shunchaki bekor sarflangan vaqt deb ta'kidlaydi. Birinchilari o'qish inson hayotining barcha sohalariga foydali ta'sir ko'rsatadi deb ishontiradilar. Ikkinchilari esa bor kuchi bilan bu mashg'ulot zarardan boshqa hech nima keltirmasligini isbotlashga harakat qiladi. Chunki buning natijasida inson real hayotdan uzoqlashib, xayoliy olamga sho'ng'ib ketadi va ijtimoiy taraflama jamiyatga moslasha olmaydi. Ammo bu haqiqatdan ham shundaymi? Vaqt sening butun hayoting vaqtdan tashkil topgan va har birimizning vaqtimiz cheklanganligini anglash qiyin emas. Aksariyat insonlar hayotlarining hech qanday qadri bo'lmagani kabi uni bekorga sarflashga odatlangan. Biz butun hayotimiz davomida pul, muvaffaqiyat, obro'-e'tibor ortidan quvlaymiz va shu bilan birga beparvolik bilan vaqtimiz o'tib ketishiga yo'l qo'yamiz. Xuddi bizda uning cheksiz zaxiralari borday go'yo. Biz Instagramda sahifalarni varaqlab, televizorda kanallarni tomosha qilib yoki o'yindagi qahramonimiz bilan shug'ullanib, vaqtning shu qadar katta miqdorini bekorga sarflashga o'rganib ketganmizki, har kunimizning oxirida o'zimizga bir xil savollarni berishda davom etamiz. Mening shuncha vaqtim qayerga ketdi o'zi? Nima uchun men hech nimaga ulgurmayman? Sen uyg'onganingdan beri qancha vaqt o'tdi va uning qanchasini sen bekorga o'tkazding? 5 daqiqa, 25 daqiqa, 1 soatmi? Bu haqida yaxshilab o'ylab ko'r. Agar sen uyg'oq bo'lgan paytingda har bir soatning atiga 5 daqiqasini bekor o'tkazsang, bu esa 16 soatni tashkil qiladi. Demak, sen kuniga 80 daqiqani bekorga sarflaysan. Kuniga 80 daqiqa, haftada 560 daqiqa, yiliga 29120 daqiqa yoki 485 soat. Sening rostdan ham vaqting yo'qmi? O'qish foydali ekanligi ko'plar tomonidan isbotlanish kerak bo'lmagan dalil sifatida qabul qilinadi va insonlardan ular o'qishdan aynan qanday foyda olishlarini so'rasangiz, aksariyat dunyoqarashning kengayishi, so'z boyligining ortishi, insonlar bilan yaxshiroq muloqot qilish qobiliyati, xotira va fikrlashning rivojlanishi va shu kabi tomonlar haqida aytadilar. Lekin men senga ortiqcha bo'rttirishlarsiz o'qish hayotingni uzaytirishga qodir deb aytsam-chi? Yel universiteti tadqiqot mavzusi: o'qishning inson organizmiga bo'lgan ta'siri. Tadqiqotning natijalariga ko'ra olimlar kitob o'qish va hayot davomiyligi o'rtasidagi aloqani aniqlashga muvaffaq bo'ldilar. 12 yil davom etgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, haftada 3,5 soatdan ortiq vaqtni o'qish bilan o'tkazgan insonlardan muddatdan ilgari o'lim xatari kitoblarni o'qimaganlarga nisbatan kuzatilgan davr mobaynida 23% ga past bo'ldi. Olimlar o'zlarining natijalarini quyidagicha asosladilar. O'qish miya kataklari o'rtasidagi aloqaning oshishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida hayotni qisqartiruvchi neyrodegenerativ kasalliklarning vujudga kelish xatarini pasaytiradi. Bu orada Buyuk Britaniyaning yana bir universitetining xodimlari o'qish stress darajasini 68% ga pasaytirishga qodir degan xulosaga keldilar. Stress esa barchaga ma'lum bo'lganidek aksariyat kasalliklarning juda xavfli omili bo'lib hisoblanadi. Masalan, u insult va yurak kasalliklarining xavfini tegishli tarzda 50 va 40% ga oshirishi mumkin. Bundan tashqari o'qish yoshga doir kognitiv funksiyalarning pasayishini va ehtimol hattoki Alzheimer kasalligi kabi kognitiv buzilishlarning og'ir shakllarining rivojlanishini sekinlashtirishga yordam beradi. Bunday xulosaga Chikagodagi Rush universitetining amerikalik olimlari kelgan bo'lib, ular o'rtacha yoshi 89 ni tashkil qilgan 300 ta keksa insonlarning ma'lumotlarini o'rganib chiqishdi. Tadqiqotchilar aniqlashicha, hayoti davomida kitob o'qishga qiziqqan insonlarning miyasida demensiya, ya'ni xotira va fikrlash, kundalik harakatlarni bajarish qobiliyatining degradatsiyasi sodir bo'ladigan kasallikning rivojlanish alomatlari kam kuzatilar edi. Bu yana bitta tadqiqotning natijalarini mustahkamlaydi. Bunda aniqlanganidek, hayotlari davomida ko'p o'qigan keksa insonlarda Alzheimer kasalligining rivojlanish ehtimolligi 2 barobar pastroq edi. O'qishning yana bitta ijobiy tarafi shundaki, u uyquga foydali shaklda ta'sir qiladi. Shifokorlarning xulosasiga binoan uxlash oldidan kitob o'qish bizning tetik holatimizdan uyqu holatiga ketishga yordam berib, uyqu sifatini yaxshilaydi. Uxlashdan oldin smartfonlardan foydalanish esa unchalik yaxshi fikr emas, chunki bu uyqu sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Gap shundaki, smartfonlarning ekrani taratadigan nur uyqu bilan bevosita bog'liq bo'lgan melatonin gormonining ishlab chiqilishini pasaytiradi. Endi esa kitoblarni o'qish zarardan ko'ra ko'proq foyda keltirishini aniqlaganimizdan so'ng
Men ushbu mashg'ulotdan maksimal darajada foyda olish uchun kitoblarni qanday o'qish to'g'riligi borasida bir nechta maslahat beraman. Birinchidan, boshlanish uchun kitobni to'g'ri tanla. Bugungi kunda dunyoda qancha kitob borligini va har yangi yil qancha kitob nashr qilinishini hattoki tasavvur qilishga ham qo'rqaman. Sen qancha harakat qilma, ularning barchasini o'qish qo'lingdan kelmaydi. Aslida buning senga keragi ham yo'q. Shuning uchun tanlashga to'g'ri keladi. Kitobning to'g'ri tanlanishi nihoyatda muhim. Har bir inson faqat unga yaqin bo'lgan muallifni, faqat unga tushunarli til bilan yozilgan va uni qiziqtiradigan masalalarni o'z ichiga olgan kitobni tanlaydi. Seni qiziqtiradigan mavzularga doir yozadigan muallifni tanla. Kirish qismini o'qib chiq. Taklif qilinayotgan ma'lumotlarning tushunarli ekanligini bahola. Seni qiziqtiradigan masalalar qisqacha ta'riflanishi kerak bo'lgan kitobning mundarijasini ko'rib chiq. Bu kitob senga to'g'ri kelsa, unda ikkinchi maslahatga o'tamiz. Kitobni faol tarzda o'qi. Bu maksimal mavjud bo'lgan tezlik bilan o'qish kerak degani emas. Sen butun materialni samarali o'zlashtirib olishing mumkin bo'lgan tarzda o'qi. Hamda o'qib chiqilgan ma'lumotni anglash uchun tanaffuslar qilishni unutma. Faol o'qish jarayoni asosiy masalani aynan eslab qolishga va tushunishga qaratilgan. Bunda senga qalam va yozuv daftari yordamga keladi. E'tiborga loyiq jumlalarni va fikrlarni faol ravishda yozib chiqasan. Kitobning o'zida seningcha muhim bo'lgan ma'lumotni tagiga chizasan. Kitobni tamomlagandan so'ng bu yozuvlaringga qaytib, eslab turishni unutma. Aynan shunday o'qish natijasida sen maksimal foydaga ega bo'lasan. Va uchinchi maslahat, olingan bilimlarni amalda qo'llashni unutma. Ko'pincha shunday bo'ladiki, inson rivojlanish bo'yicha bitta kitobni yakunlab ulgurmasdan, ikkinchisini, uchinchisini o'qishni boshlaydi. Oldingda turgan vazifa imkon qadar qisqa vaqt ichida iloji boricha ko'proq kitob o'qish emas. Bu yerda muhimi sen qancha kitob o'qiganing emas, balki sen qanchalik ko'p anglab tushunganing va amalda qanchalik ko'p bilimlarni qo'llaganing. Aynan shunday qilib sen u yoki bu ko'nikmani o'rganish jarayonini yakunlaysan va sendan talab qilinadigani olingan ko'nikmalarni kelgusida yaxshilashda hamda yangilarni o'zlashtirishda davom etish.